u odam bilan aka bitta narsa aytaman, men javob beraman sizga aka, agar noto'g'ri bo'lsa. Qo'qonga boribchi insonni qo'l berib so'rashmasdi. Chunki nimaga aka? Merstni kiyib olib badaniga gelish qilgan odam bo'ladi-da u, turib olib aka. Bu hammasiga emas, imminda o'shanga deyishli. Chunki uni o'zini tutishi, xarakterlari ham o'shanga tortadi-da, moyilligi bor edi. O'shaning uchun odamlar ko'rsa unisi qo'l berib so'rashmasdi. Men o'ziga keltirib berganman aka buni, kimligini yoki nimaligini. Faqat bu Xizale aka ro'paradan kelib gapirolmayapti-da, orqadan attan-mattan alina qilib istoriyasiga qo'yib, uni bunday qilib yuribdi aka. Endi o'sha yerda uni to'g'ri noto'g'ri qilib, gapini gapirib, o'sha yerda o'zimiz uchun gaplashib olganmiz aka bu bilan-da. Keyin men aytganman, men har qanday gapirma, men sen har qanday hayotda gapirmayman deganman. Sen menga kerak emassan deganman. O'sha yerda rangi oqarib turgan aka. Jasur akam bilan Mahmud akam aytdilar. Shu odamni oldiga bordi, mayli ayb o'zida bo'lsa ham, sen yosh bolasan, Allohning oldida sen uzr so'rab qo'y deydi. Shuna deb ketib bor qarochi dedilar. Ortiqcha u kechirdim deyishiga qarab ana qilib turmaydi. Bo'ldi. Men borib turib, aka, uzr, men kichkina ekanman. Sizdan Allohning oldida uzr so'ragani keldim. Alloh uchun. Meni kechiring dedim-da, ketdim, kechirim so'radim. O'tishni ketdim mashinaga o'tirib.